Akalar, videoni mana birinchi videoni qo'yishni boshladim. Bog'dod Megashak oila korxonasiga qarashli beton mahsulotlar ishlab chiqarish nomerdan qo'yib qo'yapman. Bizda nimalar bor akalar? Bizda sement bor akalar. Yasin 550. Yasin 550. Mana. Bugun sana 13-iyul kuni bo'lyapti. 740 so'mdan qilib beramiz akalar. Eng zo'r trenddagi sement. Hozir mana shaffof 450 sementimiz ham yaxshi chiqyapti akalar. Arzonrog'i kerak deganlar uchun-da mana. Bu 670 so'm qilib beryapmiz. Bizda keyin yana nimalar bor akalar? Kolodis bor. 3 xil razmerda. Tak. 90ligi 90 ming qilib beramiz. 110ligi 110 ming, 120ligi 120 ming so'm narxi akalar. 3 xil razmerda kolodislarimiz ham bor. Tashlaymandiganlar. Bundan tashqari bizda yana bordyur bor. Bordyur. Mana kolodislarimiz chiqish jarayoni. Mana kolodislar ham chiqishni boshladi. Bugundan mana Dilshodbek ishga keldi. Endi bunga oraga ikkita sim tashlaydi orasiga. Orasiga ikkita sim tashlaydi. Loyni suyuq qilib bir qop sement qo'shyapti. Vibratsiya berib chiroyli qilib chiqaryapti silliq. Bizda undan tashqari shlakoblok bor akalar. Mana. Shlakobloklarimiz narxi 2500 so'm. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Kuniga hozir 3 kishi 1000 ta chiqarishyapti. Mana akalar. Mana stop. Mana. 3 kamerali akalar. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi shlakobloklarimiz. Qolpimiz yangi zo'r chiqyapti. To'xtar aka bo'lyaptimi aka? Charchashlar yo'qmi? Havo issiq-a? Mana ertadan beri chiqarganim. Birinchi, ikkinchi, uchinchi pachka, endi to'rtinchisiga harakat. Shuni chiqarsa, 900 dona chiqqan bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Ayo, biz beramiz. Sifat ko'ryapsizlar akalar. Narx arzon. Ishlab chiqaruvchidan olaman deganlar akalar uchun. Bundan tashqari bizda mana shapkalari ham bor. Shapkalarni ham yetkazib beramiz. Bir qurilish qilib inson zabor qilaman, uy qilaman degan narsalarni hammasini yetkazib beramizda. Shibendi ham yetkazib beraveramiz. Qumab to'kib qo'yamiz zig'ir qum akalar. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Videomiz birinchi kun bo'ldi, endi like bosib, yaqinlarga jo'natib, podдержка qilib qo'yasizlar akalar. Rahmat hammaga.